Eslaysizlarmi, bizning yoshligimizda staloyda bunaqa ovqatli bo'lmasdi. Hozirgi bolalarning qo'liga pul bersanglar, magazinga chopishadi. Maktab staloyiga esa ishonch yo'q. Unda nima qilish kerak? Super ona doim farzandlarini o'ylagan holda uyda xuddi shu ishtaha ochar nonushtani qilib, bolajoniga solib beradi. Agar siz ham shu retsept bo'yicha tayyorlab bersangiz va yoniga suvni qo'shib termizada jo'natib yorsangiz, bolajoningizga pul berishingiz shart emas. Bu retseptda o'zim qilmagan sirli joyini aytaman. Xamirni unni ozgina solib qorsanglar juda ham zo'r tinadi. Sosiskani joylashtirgandan keyin ustini yopib yana tindirib qo'ysanglar, bo'lichka bo'lib chiqadi. Video olish uchun unaqa ko'p tindirmadim, lekin siz 1-2 soat tindirsangiz undan ham chiroyli chiqadi. Faqat bolajonli uchun emas, dasturxoningizga chiroyli yegulik bo'la oladi. Kam xarj va uyda topiladigan mahsulotlardan tayyorlasangiz bo'ladi. Bu ham sosiska-ku bolalarga zarar deysizmi? Unda oldingi videolarimda sosiskani uyda pishirish retseptim bor. Bemalol kirib o'rganmasangiz bo'ladi. Ha, aytgancha profilim shapkasida YouTube kanalim linki bor. Ulanib oling, bundan da chiroyli retseptlarni qo'yib boraman.